yosh bolaga telefon berish temasida tanish bilishlarimga gapirsam ko'p shu begonalarga bo'lsa hamda aytishadiki, voy isterika qiladi, yig'laydi, yig'lab tashlaydi. Yig'laversin. Bir yig'lab yotmaydi yerda, to'g'rimi? Oxiri charchagan holdan toyadi. Bir kun yig'laydi, 2 kun yig'laydi. Tim bo'li yosh bola tez anaqa esidan chiqaradi. Yig'lab ko'nikadi. Shunaqa, hayot shunaqa. Beshafqatsan. Kichkinalikdan o'rgatib shunga mukkasidan ketkazib qo'ygandan keyin olib qo'yganingizdan keyin bola уже isterika qilishga tushadi, nervniy bo'lib qolishga tushadi, psixoz bo'lib qolishga tushadi-da. O'shaning uchun lutchi kichkinaligidan berish kerak emas, qat'iy turish kerak. Ko'p onalar jim o'tiradi, ishimni qilib olaman deb, men ham ish qilganman, meni ham bolam to'polonchi bo'lganman, meni ham bolalarim. No, ish qilib olish uchun telefonni berib qo'ymaganman hech qachon. Nimadir o'yinchoq o'ynab yoki qancha televizorda foydali film ko'rsa ham foydali narsalarni ko'rishadi. Bekorchi narsalarga ruxsati yo'q. Men hammani uyida tarbiya har xil, tartib har xil. Men iloji boricha bolalarimni shunaqa tartib bo'yicha juda qattiq turaman. Yig'lasa ham menga farqi yo'q. Yig'lasin, lekin tarbiyasi buzilmasin. Mana shunaqa. Shunaqa oijonlar. Yana o'zingizlar bilasizlar.